Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka ediyoruz. Washington'dan sözleyimiz bugün çislağa 2025 yıl 4. ayının 3. günü haftaki Perşembe vatandaş. Tünügen yani 4. ayının 2. günü de çüştün kiyen Amerika Koğuşmuş Ştatları Aksaray'ın güllük bağışçısı da Amerika Koğuşmuş Ştatları'nın prezidenti Donald Trump yeni tamoyda beci siyaset ilan kıldı vatandaş. Bu siyaset boyunca okşaş derecelik tamoyda beci koyuş. Ötkenden başlap sözlep kilovatımız söylege şundak siyaset oturuğa çıktı dedik. Bunun manisi ben sana 5 dolarlık tamoyda beci koyduğum bolsam sen bana 5 dolarlık tamoyda beci koysan buludun. Ya ki sen bana 50%'lik tamoyda beci koysan ben sana 50%'lik tamoyda beci koyman. Yani okşaş derecelik tamoyda beci. Koyduğallıqını ilan kıldı hem bu günü azatlık günü dep atadı. Şundaklı bu siyasetini yani yeni tamoyda beci siyasetini Amerika Koğuşmuş Ştatları'nın iktisat hitapnamesi dep atadı. Aynı çağda müstakillik hitapnamesi bu katem hem bir iktisat hitapnamesi dep ilan kıldı. Şu münasebetle dünyanın her kaysı caylarındaki her xil inkas. Bunların bazısı kollaşıyor, bazısı narazılık. Lakin bunun nispeten Amerika Koğuşmuş Ştatları'da hiç kandak inkas bulmadı. Siyasetimiz siyaset. Tamoyunu becimiz, tamoyunu beci. Hazır bu siyaset dünya iktisat kurulmuş ne? Özgürüşke, kaytıdın tüzülüşke ve özgürüşke elip geldi. Bütün dünyanı vatandaşım. Şu münasebetle şunu deyimiz ki maliye. Şavlı maliyesi şunu dedi ki hazır muşundak ahvalda bütün dünyada komünizmle karıştırış. Çünkü Kom Partiyası komünizmle karıştırış. Şundaklı Amerika Koğuşmuş Ştatları'nı doğrap çünkü ulan soda ticaret alaka münasebetlerde bulavatkan devletlerimi şundak da mucibece koyuşu mümkün. Ya ki şundak koyudu. Dep şundak hüküm kıldı şavli maliyesi. Endi şunun karaganda nemi deyimiz desiniz yana çünkü üçün etkandı. Hemmedin eğer taraf tamoyda beci ayet turtusun değil vatandaş. Bu dünyadaki tamoyda beci koyulgan devletlerinin isim mali ki isim tercümalı mı Katar'da koyuldu vatandaş. Kaysı devletke kaçı pırsan, kaysı devletke kaçı pırsan. Naiti tertiplik, naiti ilmi kara koyak ama süma vatandaş. Mesela bunun içinde alaylı Cungo Kompartiyası rehberliğindeki Cungo devletine koyulgan tamoyda beci 34%. Asli de koyulup kilovatkan tamoyda beci 20%. İkisi koşkanda 54%'lik tamoyda beci. Cungo koyulgan tamoyda beci. Cedvelde hem şundak yan tarafta tırnak içinde görüstülüptü 67%. Bu muşu küngüçü Cungo Kompartiyası'nın hükümeti Amerika Koğuşmuş Ştatları'nın eksport tovarlarına koyup kelgen bay norması iken vatandaş. Cungo'nun 67%. Emdilikte Amerika Koğuşmuş Ştatları'nın muşu yeni tamoyda beci siyasi boyucu 54%. Yani ken kusaklık. Yani ken kusaklık dep eğitimiz bunu hazırki tor betlerde eğitilvatkan gep sözlerge karısınız hem de bu vatandaş intayın eğer gep iken mesela ben hatar düşünüp aldım mı ya ki doğru mu bilmedim hazır sözlerimiz müşrik siyade bak evvel sizge eğitim müşündak boğanda Cungo'nun yıllık
milli daromadının 20 digidek g'oyib bo'ladi ekan. Yoki milliy daromadning soni muqimlashganda mundoq desa. Masalan, hozirgi kunda taxminan Jungo Kompartiya hukumatining yillik milliy daromadi 16 trilyon atrofida. 16 trilyon atrofida. Shundoq bo'lganda bu tamojni siyosati, tamojni beji siyosati yo'l qo'yilgan bo'lsa, 20 dan ko'proq ziyon yoki erishalmaydi desangiz, u vaqtida 8 trilyon. Jungoning milliy daromadi 8 trilyon atrofiga tushib qoldi deganlikmi? Men to'g'ri buni to'liq bilib ketilmayman. Endi vatandoshlar o'zinglar xulosalab chiqarib baxsanglar bo'ladi. Undaqda bugun iqtisodiy zaiflashgan yoki iqtisodiy taraqqiyot o'z o'rnida to'xtab qolgan Jungo uchun aytganda vatandosh eg'ir gap. Intayin eg'ir gap. Endi biz bu so'zlarimizga munosabatli holda tuvandagi material shakllik leksiyimizni so'zlaymiz vatandoshim. Bugungi mavzu, asli mavzu bunda. Bu endi Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlar ikki davlat munosabatiga munosabatlik dastlabki mavzu vatandosh. 3 yildan beri tunji qatim Rossiya Amerikani ziyorat qilish planini e'lon qildi. Mavzuli xabar 4-oyning 2-kuni Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi xabar. Bundoq boshlandi. Kreml Sarayı haftaning 3-kuni, yani çarşamba. 4-oyning 2-kuni bundoq ko'rsatdi. Suhbat vakili Dimitrov mushu hafta Amerikani ziyorat qildi. Amerika matbuotlari xabar qilib, bundoq ko'rsatdi. Rossiya suhbat vakili Washingtonda Prezident Trumpning alohida elchisi Steve Witkoff bilan ko'rishdi. Fransiya agenti xabar qilib, bundoq ko'rsatdi. Dimitrov 2-oyda Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Rossiya Amerika suhbatiga qatnashgan edi. Uning Washingtonni ziyorat qilishi 2022-yil Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan beri Rossiya yuqori darajalik amaldorining Amerikani tunji qatim ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Kreml Sarayı bayonotchisi Peskov muxbirlarga bundoq ko'rsatdi. Shundoq, men Dimitrovning Amerikani ziyorat qiladiganligini bilaman. Bu ziyorat mumkin bo'ladigan ziyoratdir. Biz dal hozir Amerika bilan ba'zi masalalarni muhokama qilyapmiz. Konkret detallarni oshkorlashga bo'lmaydi. Prezident Vladimir Putin 2-oyda Dimitrovni Kreml sarayini xalqaro iqtisod elchisi qilib tayinlagan edi. Rossiya pash ketdi. Prezident Trumpning Rossiya iqtisodini embargo qilishini qo'yib o'tishni umid qildim. CNN xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib, bundoq ko'rsatdi. Amerika Dimitrovga qaratgan, kechiringlar, to'g'ri shundoq ekan. Dimitrovga qaratgan embargo qilishni bekor qildi. Demak, shaxsiy hisobida Dimitrovni ayni chog'da Amerika Qo'shma Shtatlari embargo qilgan odam ekanda ham. Dimitrov qaratgan embargo qilishni bekor qildi va uning Washingtonni ziyorat qilishiga yo'l qo'ydi. Bayonotchi Peskov yana bundoq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putinning Saudiya Arabistonni ziyorat qilish plani yo'q. Prezident Donald Trump 3-oyning 31-kuni bundoq ko'rsatgan. Tez bo'lganda kelar oyda Saudiya Arabistonni ziyorat qilaman. Bularning hammasi nuqul holda Amerika davlat boshlig'ining planidir. Prezident Vladimir Putin bilan munosabatsiz.
Prezident Vladimir Putin'den hazırgacha mundaq planı yok. Xəbərdə deyilayotgan sözler cümle vatandaş. Bayanaçı Peskov bundaq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump'ning ko'rishishining konkret vaqti va o'rni bekitilmadi. Demek biz bu xabarda erishganimiz hozir Prezident, Rusya prezidenti Vladimir Putin'ning vakili yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladi degan. Lekin ikki davlat rahbarlarining ko'rishadiganligi to'g'risida hech qanday xabar yo'q va o'rin mutlaqo belgilanmadi deydi. Endilikda kelimiz yuqorqi so'zlagan so'zimizning mavzusiga, masalan, tamojni beji. E'lon Tamojni beji planini e'lon qildi. Prezident Donald Trump tarixiy xarakterlik ma'muriy buyruq deb ko'rsatdi. Haftaning 3-kuni chorshanba ko'rsatdi mavzuli xabar. 3-oyning 2-kuni, yo'q, kechiringlar. 4-oyning 2-kuni Vanvi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Haftaning 3-kuni chorshanba 4-oyning 2-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Aqsaray guzarligida o'xshash darajalik tamojni beji planini e'lon qildi. Prezident Donald Trump e'lon qilish planini mundaq ko'rsatdi. Bu bugun Amerika tarixidagi eng muhim kunlarning biridir. Bu bizden, yani Amerika'nın iqtisod mustaqillik xitobnomimizdir. Ko'p yillardan beri samimiy va ixlos bilan xizmat qilgan Amerika grajdanlari chetga qildi. Balki boshqa davlatlar borgan sari qudrat topdi, kuchaydi. Ko'pchilik hamda hozir bizning, yani Amerika'nın gullanish vaqti yetib keldi. Bizning davlatimizda davlatga boj to'laguchilar 50 yil ekspluatatsiya qilindi. Endi bu ahvol o'zgardi. Bir necha minutdan keyin biz bir xil tarixiy xarakterlik ma'muriy buyruqqa imzo qo'yamiz. O'xshash darajalik tamojni beji siyosatini yo'lga qo'yamiz deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump. Amerika hozirgacha o'sishga qarshi yetarli bakteriya ishlab yoki vaksina ishlab kasallarimizni davolab ketolmayotimiz. Biz elektrik minillarimizni, telefonlarimizni, televizorlarimizni ve elektronik mahsulotlarning hammasini importga tayinib qilyapmiz. Hozir Jungoda bir kema parxod ishlab chiqarish zavodi bir yilda ishlab chiqargan kema parxodning soni Amerikada barliq kema parxod ishlab chiqarish zavodlari ishlab chiqargan kema parxodlarning ko'p. Uzun muddat davomlashgan soda qizil raqami bu bir iqtisod masalasi emas, balki siyosat masalasidir. Bu masala davlat jiddiy holatga kirdi deganlikdir. Yana bir xabar. Amerika Jungoga 54% tamojni beja qo'ydi. Mavzuli xabar 4-oyning 2-kuni Hong Kong iqtisod gazeti e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 4-oyning 2-kuni yangi tamojni beji e'lon qilib, yangi tamojni beji siyosati e'lon qilib, bu e'lon qilishda Jungoga 34% tamojni beji qo'yildi. NBC xabar qilib bundoq ko'rsatdi.
Bu baj normisi aslidagi Jungo qo'yilayotgan 21%lik tamojli beji normasi asosida elib berildi. Qo'shqanda bu qatim Jungoga qo'yilgan tamojli beji 54% normali tamojli beji bo'lib hesaplanadi. Şunlaşqa bu tamojli beji unumlik yo'lga qo'yilganda 54% tamojli beji, yani Jungo'dan 54% tamojli beji elinadi. Amerika Moliya ministri Scott Bessent bundaq ko'rsatdi. Jungo'dan import qilingan tovarlarga 20%lik baj normasi asosida, yani 34%lik tamojli beji qo'yilganda, umumiy baj normasi Jungo'ga qo'yilgan baj normasi bo'ladi, yani 54% bo'ladi. deb ko'rsatdi. Megan guruhi buni mundaq ko'rsatgan edi. Agar parcha normasi yoki bajning tuvan darajalik normasi 60%ga yetib boradigan bo'lsa, hozir buningdan ortiqkan 100%, necha % bo'ladi ekan o vatandaş. 60%ga yetib boradigan bo'lsa, Jungo milliy daromadining o'sish miqdori 2 asosdab ketadi. Janozman Royin faraz qilib bunda ko'rsatdi, bir shirkatning ismi. Bunda qo'yilgan tamojli bejining saviyasi, siziq liniyalik saviyasi Jungo yillik iqtisodiy taraqqiyotining yarmini qisqartirdi. Başlayayım dedik. Jungo her yıl ishlab chiqarilgan mahsulotlarning umumiy qiymati yoki milliy daromad 16 trilyon dollar atrofida. Hozir bu yer nima deydi? Bu baj normasi yo'lga qo'yilgan, ijro qilinadigan bo'lsa, undaqda Jungo'ning yillik iqtisodiy taraqqiyoti, ya'ni milliy daromadning yarmini qisqartirdi. 16 trilyon dollar olsa 8 trilyon yo'q deganga. Olash shahrini demak nima deymiz? Vatandaş bunday kelganda mana ish degan bunda qildi. Qarab turing, harbiy aeroplan avatib havo tavalligiga kirish yoki ogohlantirish berish yoki popozni ishlatish. Avtomatlarni, harbiy parxodlarni dengiz bo'ylariga avatib ogohlantirish berish va tahdid popozni paydo qilish. Bu bir xil usul deyli. Lekin uningga savol qo'yaylik, natija qanchalik? Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump u konu usullarni qo'llanib yurmay ishlatmaylar. İçinden urib etish. Komünizm lagerining yoki komünizm mustamlikchi imperiyaning ichidan urib etish. Mana ko'ring. Bugun men sana 60%ga yaqinda 54%lik normani tamojli beji qo'ydim. Men buni yo'lga qo'yadigan bo'lsam yoki yo'lga qo'yilsa deyildi. Tashqari dunyodagi odamlarning obzorida Jungo milliy daromadining yarmi tugaydi. Yoki Jungo o'zi ishlab chiqaradigan milliy daromadning yarmiga erisholmaydi. 16 trilyon dollar atrofidagi milliy daromadning 8 trilyon atrofidagi milliy daromad erisholmaydi. Mana buni biz ichidan urib o'tish taktikasi yoki strategiyasi deb ataymiz. Mana shunday keldi degan. Bu farazda o'tgan yili e'lon qilingan edi. Bilimbo'r iqtisod tadqiqoti turining tahlil qilingan tahlilida mundoq oshkorlandi. Agar Jungoga qo'yiladigan tamojli beji
Muşu derecede yuqori ko'tariladigan bo'lsa, Jungo bilan Amerika o'rtasida savdo tijorat butunlay to'xtaydi. Agar tamojni bejib mushu tahdidda qo'yiladigan bo'lsa Jungoga, agar tamojni bejib mushu tahdidda ijro qilinadigan bo'lsa Jungoning vujudida, undaqda Amerika bilan Jungo o'rtasidagi savdo tijorat borda keldisi butunlay to'xtaydi deydi Bloomberg agentligi. Bloomberg xabarda bunda ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu tamojni beji tadbiri Beijingni texmi ko'p rag'batlantiruvchi siyosat o'rtog'i chiqarib, tamojni beji elib keladigan talabning tuvanga tushib ketishini to'liqlashga majburlashi mumkin. Kichik aylanma, davr qilish xarakterli iqtisod deydigan gaplar o'rtaga chiqarganmidi? Balki cho'ng ish qila olsa rag'batlantirish, ya'ni shunchalik bo'ladi. Balki hozir mush ish shunga majburlashi mumkin deydi. Bu ehtimollikni Jungoning vujudidan izlayapti vatandoshlar. Endi yana bir xabar, asli cho'ng xabar bo'lishi kerak edi. Qisqagina leksiya bu shunday deydi. Prezident Trump Tayvanni davlatlar qatoriga qo'shdi. Tamojni bejiga javob qaytarmay turibla, yangi e'lon qilingan tamojni beji siyosatiga javob qaytarmay turibla, Jungo sakrashga boshladi. Mavzuli xabar 4-oyning 2-kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 4-oyning 2-kuni tushdan keyin Oqsaroy gullik bog'chisidir. Yangi tamojni beji siyosati e'lon qilganda, tamojni beji qo'yiladigan davlatlarning selishtirma jadvalini ham o'rtaga chiqdi. Selishtirma jadvali ham o'rtaga chiqdi. Tashqari dunyo matbuoti shunga diqqat qildiki, Tayvan bu jadvalda davlatlar qatoriga, ya'ni 4-o'ringa tizildi. Baştan sanab kelganda 4-o'ringa tizildi. Jungoning qattiq g'azabini keltirdi. Davomli anglaysizlar, ikkinchilik siyada anglaysizlar.